sezon paytida eng kam narxini aytib ketaman. 5000 dollar pul keltirib turadigan joyi sizga ko'rsatib o'taman. Nabirejniyda joylashgan, shahardan uncha uzoq emas. O'zi ko'pchilik aytadi, yo'lda o'tib ketmasa umrimiz murod, shunga shaharga yaqinroq joydan dacha ko'rsatgan deyshadi-yu. Mana 8 sotiq, binoyimiz 670 kvadrat, basseyn ham yopiq ham ochiq qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bunaqa yozda o'tiradigan joylar qilib qo'yishdi. Bu yoq tarafimizda stul, tapchan, bu yog'imiz yozgi oshxona va eng shirin joyiga kelamiz, aka. Eng shirin joyi mana buni qarang. Suvni shundoq bo'yida joylashgan va suvni oqib turishini qarang. Ko'k bo'lib, juda chiroyli manzara bilan, mana bunaqa daraxtlar bilan mana bu yoq tarafimizdan ko'rsatib o'taman. Xullas, havosini o'zi o'sha muzdekkina bo'lib, boshqacha bo'lib turibdi. Xullas, mana bu yerda yana stol tennis, bemalol bo'tga ham o'tiradigan joylar qilib qo'ysangiz bo'ladi. Qibrayda joylashgan, Nabirejniyni bilishadi, ko'pchilik deyishdi. Oldin ham o'zi bu joyi biz reklama qilib bergan edik, gostinitsa sifat bo'lib ishlaganda, hozir dacha qilib ijaraga topshirishayotgan ekan. Mana o'zi общий plani zimniy bo'ladi, to'liq. Ichkarida 7 ta spalni, 2 ta hol, bitta zalimiz bor. Podvalida bilyardnilargacha qilib qo'yilgan. Endi dacha bo'lgandan keyin, basseyn bo'lgandan keyin sauna hamma sharoitlari bor. To'liq mikroklimat qilingan. Xullas, sezonda normalniy pul keltirib turadigan joy. O'rtada hech kim yo'q. Primo joy egalarining telefon raqamlarini yozib qoldiraman. Narxiga keladigan bo'lsak, $400,000 so'ralyapti.